Muxtar Trend kanali taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Muxtar Trend kanalining ajoyib, jonkuyar, qadri baland tinglovchilari. Demak, har doimgidek eslatib o'tamiz. Bizni YouTube'da va Telegramda tinglab, bizga obuna bo'lishingiz mumkin azizlar. Efirda audio intervyu loyihasi, dastur taqdimotinglar. Studiyada men Gulzoda Saydullayeva. Bugun ham sizlarga ajoyib bir mehmonni olib keldim. Juda ham yaxshi inson, iste'dodli xonanda, Toshkent davlat madaniyat instituti magistranti Niginaxon tayyor bo'ladilar. Niginaxonim, assalomu alaykum. Dasturimizda xush ko'rdik. Assalomu alaykum, xushnud qiling, rahmat. Nigina opa, men bu intervyuni kutgandim. 2 oydan beri intervyu olamiz deb, mana tomog'ingiz og'rib qolgandi. Hozir ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi, rahmat. Allohga shukr. Yaxshi, hech qachon kasal bo'lmang. Xonandalar kasal bo'lishga haqqi yo'q, chunki orqada qolib ketishi mumkin va albatta sizga har doim sog'lik, salomatlik tilaymiz va yoqimli ovozingizga aslo ko'z tegmasin. Dasturimiz reglamentiga ko'ra Nigina opa o'zingizni tanishtirasiz. Nigina Davirova kim? U qayerda tug'ilgan? Qanday faoliyatlar olib boradi va albatta san'atga kirib kelish haqida. Albatta, o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, ismim Nigina Navo taxallusi bilan ijod qilib kelaman san'atda hozirgi kunda. O'zim asli Bo'stonliq tumanida, Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida, Tovoqsoyda 1990-yil 6-sentyabr sanasida tavallud topganman. Hozirgi kunda esa Toshkent viloyati Toshkent tumani Keles shaharchasida istiqomat qilaman. O'zim O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining 2-bosqich talabasiman, hozirgi kunda magistranti. Ustozlarimga endi haqiqatdan ham Yulduz Usmonova deganim bilan, lekin hozirgi kundagi ustozim mana O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo Safarov. Endi Yulduz Usmonova deganimki, bu insonni vaqtida duolarini olib, o'sha o'zimga g'oyibona ustoz deb bilganman, lekin duolarini olib hozirgi kunda sahnalarda kelyapman. Shuning uchun o'zimga ustoz deb bilaman bu insonni. O'zlari ham shogirdim deydilar. Lekin ustozim, hozirgi kundagi ustozim O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo Safarov. Shu endi qisqacha aytganimda. Juda ham yaxshi Nigina opa. Albatta Nigina xonim Davirova O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovani o'zlariga g'oyibona ustoz deb bilganlar va Yulduz xonim Usmonova ham shogirdim deb tan olganlar, duolar berganlar. Aziz obunachilar, buni men yaxshi bilaman va albatta demak mana shu ustozni qo'shiqlaridan ijro etib bersangiz Nigina opa, iloji bo'lsa jonli. Xo'p bo'ladi. Qo'ldan kelgancha aytib beraman. Qo'lsiz qoldim, biri barmog'im, yonib turar mudom qulog'im. Davralarga tortmas oyog'im, essiz odam, eysiz odamlar. Qo'lsiz qoldim, biri barmog'im, yonib turar mudom qulog'im. Davralarga tortmas oyog'im, essiz odam, eysiz odamlar. 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 Poshnangizdan ko'chirdim muzni, yuragimdan o'chirdim izni. Allaqachon kechirdim sizni, essiz odam, eysiz odamlar.
Erta bir kun qabrimga kirsam, jannatlarda ohista yursam, jim qolasiz termulib tursam, essiz odam, eysiz odamlar, essiz odam, eysiz odamlar, essiz odam, eysiz odamlar, essiz odam, eysiz odamlar, essiz odam, eysiz odamlar. Rahmat Nigina opa, ilohim sohir ovozingizga ko'z tegmasin. Ajoyib bir yo'nalishda ijro etdingiz Yulduzxonim Usmonovani qo'shiqlarini. Va bolaligimizda bu taronani eshitib katta bo'lganmiz. Mana shu paytlarni esga oldik. Nigina opa, charchab qolmadingizmi? Yo'q, rahmat. Juda ham yaxshi, dasturlarimiz davom etadi. Nigina opa, biz bilamizki, to'y xizmatlarida, kelin salomlarida xalqimizga xizmat qilib kelmoqdasiz. Chet ellarda ham bo'lganmisiz? Mana O'rta Osiyodagi to'ylarda ham qatnashganmisiz? Ularning ham ajoyib bir yaxshi kunlarida olqishlarni olganmisiz? Albatta. Chet davlatlardan endi o'zimizga eng yaqin bo'lgani Qozog'iston, Tojikiston hamda Turkiston davlatlari shaharlarda albatta xizmatda bo'lganman. U yerda bilishimizcha sizga qandaydir mukofotlar ham berishgan, to'g'rimi? Ha. Qozog'iston do'stlik kuychisi ordeni, Tojikiston yosh yulduzlari va hamda Turkiston yosh kuychimiz shunaqa endi esimda qolmaganda nomlari. Juda ham yaxshi, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin deyman Nigina opa. Mana sizni ustozingiz O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo Safarov. Shu ustoz qanday ustoz, qattiqqo'l ustalarmi yoki qanday qattiqqo'l ustozlarmi yoki? U inson haqida gapiradigan bo'lsam, u inson hazil huzurli ham vaqtida o'z o'rniga qo'yadilar. Qattiqqo'llikni ham kerak bo'lsa, xuddi mana ota bolasini qanday urishib tashlasa, shunday urishib tashlashga ham uddalaydilar. Shu taraflarni hurmat qilaman. Lekin juda ko'p hazillar qilganlar sababli men ko'pincha ustozimga aytaman, ustoz siz boshchi emas, qiziqchi bo'lishingiz kerak edi deyman. Juda ham chunki askiyaga boy inson, buni hamma biladi. Albatta. Juda ham ajoyib askiyachi bo'lsalar ham nima deydi, taniqli bo'lardi Orol Mirzo Safarov. Pedagogik mahoratlari-chi sizga yoqadimi? Ko'nglingiz to'ladi? Yoqadi, to'ladi. Juda. Birinchi o'rgatayotgan asarlarda, masalan, so'zlarni hali umuman eshitmagan bo'lsam-da, lekin o'sha 3-4 marta qaytarish davomida shundoq olib miyangizga qandaydir joylab qo'yardilar-da, shunaqangi bir qobiliyatlari bor ustozni. Juda ham bir qobiliyatli inson. Men havas qilaman u insonga. Juda ham yaxshi Nigina opa, yana bir ajoyib jonli ijro eshitsak-da sizdan dasturimizni a'lo kayfiyatda davom ettirsak, nima ijro etib berasiz bizga? Mayli endi o'zim ijodimdan oxirida ijro etsam maylimi shu? Hozir boshqa ijodkorlar ijodidan ijro Mayli Nigina opa, albatta. Kar bir kuşluk değdi canım, düştü kollar iki yanım. Duyamadım böyle sarsan babaların günahına. He dardaş, söyle dardaş, nasıl diler gözlerde yaş. Ağlar zarsun, böyle zarsun babaların
Gunohuna, gunohuna, gunohuna babalarim, gunohuna, gunohuna, gunohuna chuchuklarim, gunohuna. Rahmat Nigina opa, turk tilida ham juda ham ajoyib xonish qildingiz. Albatta Turkiyaga borib ham mana shunday olqishlar olib nima deydi, san'atingiz bilan, iste'dodingiz bilan barchani hurmatiga sazovor bo'lishingizni tilakdoshimiz. Agar sizdan xorij estradasi yoki o'zbek estradasidan kim bilandir duet kuylash imkoniyati bo'lganda qaysi xonanda bilan qo'shiq kuylagan bo'lardingiz, Nigina opa? O'zbek estradasidan Alisher Fayz bilan duet kuylagan bo'lardim va bu taklifni yaqinda o'zlariga ham bildirdim. O'zlariga bildirganimda bu inson yo'q demadilar. Albatta hozir xizmat safarlari, boshqa ijodlar bo'lganligi uchun o'shalardan keyin harakat qilamiz deb javob aytdilar. Xudo xolasa, albatta muxlislarimiz balki nasib bo'lsa bu ijodni ham tinglab qolishar, xudo xolasa. Bu insonni o'zi bir qo'shiqlarga juda yoqqanligi sababli bir nima deydi, hazilomuz qilib o'zlariga bir javob tariqasida bir qo'shib qo'yganimizda shuni ijro etib bergandim. Ozgina ijro etib bersam maylimi shu? Albatta, bajonidil eshitamiz. Bu hazil, lekin to'g'ri qabul qilmaysizlar aziz muxlislarimiz. Albatta. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 do'qir. Xorazmda Og'abek bor, Alisher Fayz uyda o'tir. Hey, Toshkentdan Xorazmgacha 1100 do'qir. Xorazmda Og'abek bor, Alisher Fayz uyda o'tir deganimda o'zlari kulib olgandilar. Albatta buni ham davomini yozing, chunki juda ham yoqdi menga deb aytgandilar. Endi uni hazilomuz tariqasida aytganmiz faqat. Ajoyib parodiya. Albatta davom ettirsangiz juda chiroyli bo'ladi, Nigina opa. Endi chet el xonandalariga keladigan bo'lsak, o'zim asli Ibrohim Tatlisaz muxlisiman. Endi shu inson bilan duet aytish istagim bor, lekin xudo xolasa nasib bo'lsa. Albatta istagingiz amalga oshsin, armon bo'lmasin deymiz. Nigina opa, Ibrohim Tatlisaz bilan ham duet ijro etganingizda mana shunday xursandchilikda sizdan intervyu olish nasib etsin. Albatta, rahmat. Nigina opa, farzandlaringiz bor, turmush o'rtog'ingiz borlar. Ular mana farzandingiz mana shu yo'lda yurishiga qarshi emasmisiz? Mana san'at yo'lidan ketsa, ularga qarshilik bildirmaysizmi? Mana o'zingiz qiynalib erishyapsiz yutuqlarga. Ularni shu kasbda ketishlariga qarshi bo'lmaysizmi? Ularda seziladimi sizdagi iste'dod? Albatta seziladi, lekin o'zi xohlasa, astoydil harakat qilsa, shu sohada ketishga va o'zida bir intilish sezadigan bo'lsam, qarshilik qilmayman. Lekin aslini olganda bu narsaga, bu sohaga qarshiman, chunki o'zim qiyinchiligini qanchalik ko'rdim. Mana xalq ham biladi, san'atkorligi qanchalik. To'g'ri, masalan, ko'pchilik aytadi, to'ylarda yurasizlar, sizlarga maza, u yaxshi gap bo'lishi mumkin emas unisiga, lekin san'atdagi baribir qiyinchiliklar aytishadi-ku, o'sha san'atning nonini yeyish uchun temirdan tish kerak deb bekorga aytilmaydi. Agar o'zida qiziqish bo'lib, intilish, harakat juda ko'p bo'ladigan bo'lsa, men bunga qarshi emasman. Albatta, ilohim farzandlaringiz siz xohlagan kasbni egasi bo'lsin va o'zlari ham shu kasbga qiziqib, jamiyatga foydasi tegadigan inson bo'lsin. Siz ham O'zbekiston xalq artisti Nigina xonim Davirova bo'lishingizda chin dildan tilakdoshmiz. Nigina opa, qaysi ijodiy kanalingiz bormi? YouTube'da, Telegramda, Instagramda? Obunachilarimiz sizni qayerdan qidirsalar bo'ladi?
bor. YouTube'da, Telegram kanalida Nigina Navo ijodi degan kanal bor. Shu Nigina Navo ijodi deb yozishsa topishadi. Va sizning ijodingizdan bahramand bo'lishadi. Albatta, albatta. Nigina opa, sir emaski, sizning ham mualliflik qo'shiqlaringiz ko'p. Siz qaysi shoirlar bilan hamkorlik qilasiz? Yaxshi savol. Bu shoirlarimiz Nodir Azimov, Marhabo Karimova, Komila Hilol, Faridaxonim Aslzoda degan yaxshi qizimiz bor. Shularning ijodlaridan juda ko'p shoirlar bilan ijod qilaman. Juda ham yaxshi. Nigina opa, o'zingizning mualliflik qo'shig'ingizdan birorta ijro etib bersangiz, agar charchab qolmagan bo'lsangiz. Yo'q, charchashga charchamadim, lekin bu qo'shiq oxiriga olib qo'ygandim, mayli ijro etib beraman. Hijron urug' sepdi dillarimizga, ilonlarin qurdi yo'llarimizga. Hijron urug' sepdi dillarimizga, ilonlarin qurdi yo'llarimizga. Osmonlar qor yog'dirdi gullarimizga, yashashga mahkummiz begonalardek. Osmonlar qor yog'dirdi gullarimizga, yashashga mahkummiz begonalardek. Begonalardek, begonalardek, yashashga mahkummiz begonalardek. Begonalardek, begonalardek, yashashga mahkummiz begonalardek. Kecha tanish edik, kecha qadrdon, oraga urildi g'iybat bo'xton. Kecha tanish edik, kecha qadrdon, oraga urildi g'iybat bo'xton. Suyganing yolg'ondur, suyganim yolg'on, yashashga mahkummiz begonalardek. Suyganing yolg'ondur, suyganim yolg'on, yashashga mahkummiz begonalardek. Begonalardek, begonalardek, yashashga mahkummiz begonalardek. Begonalardek, begonalardek, yashashga mahkummiz begonalardek. Rahmat, ilohim. Ijodingiz mana shunday Bu chiroyli. qo'shig'imizning muallifi Komila Hilol, begonalardek deb nomlangan qo'shiq. Juda ham yaxshi, juda ham chiroyli qo'shiq. Albatta she'riga, matniga va albatta ijrosiga ham gap yo'q, Nigina opa. Bilasizmi, Nigina opa? San'at sohasini tanlamaganingizda qaysi kasb egasi bo'lardingiz kelajakda? Voy, bu sohada juda ko'p o'ylaganman. Ko'proq men jurnalist bo'lishni orzu qilganman. Albatta, menimcha Jurnalist bo'lishni orzu qilganman va doktor bo'lishni orzu qilganman. Ko'pchilik qizlar aksariyat holda doktor bo'lishni orzu qiladi, lekin men ko'pincha jurnalist bo'lishni orzu qilganman. O'sha oynalarning oldiga turib olib, o'zimcha kitoblarni katta qilib ochib olib, xuddi bir axborot o'qiyotganday qilib o'zimga o'zim. Juda ham yaxshi, Nigina opa, lekin san'atda ham siz o'z o'rningizga egasiz va albatta bundan ham ko'p yutuqlarga erishasiz. Azizlar, eslatib o'taman, bugungi mehmonimiz Toshkent davlat madaniyat instituti magistranti, san'at va madaniyat instituti magistranti, 2-bosqich talabasi, iste'dodli xonanda, ko'plab yutuqlar egasi Nigina xonim Davirova bo'ladilar mehmonimiz. Nigina opa, o'sha bolalaringizga alla aytgansiz yoshligida, chaqaloqligida, qo'shiqlaringiz masalan eshitib katta bo'lishgan. Sizni qaysi qo'shig'ingiz farzandlaringizga yoqadi? Sizni ijroingizdagi yoki qaysidir qo'shiq farzandlaringizga yoqadi? Shu begonalardek degan qo'shig'imni bolalarim yaxshi ko'radi. Qayta qo'yib eshitishadi hozirgi kungacha. Lekin allalarga keladigan bo'lsak, men o'sha Habiba Oxunovani allasini aytib katta qilganman bolalarimni.
Shu allani aytib bera olasizmi Nigina opa bizga ham? Mayli, aytib beraman. Bajonidil tinglaymiz. Alla aytay, jonim bolam, quloq solgin alla. Shirin allam tinglab asta, uxlab qolgin alla. Yuzlaringga tomgan suvga hayron bo'lma allayo. Men sho'rlikday to'kilmagin, jonim bolam alla. Men sho'rlikday to'kilmagin, jonim bolam alla. Istiqboling porloq sening jajjiginam allayo. Baxtimga sen katta bo'lgin, jonim bolam alla. Baxtimga sen katta bo'lgin, jonim bolam alla. Alla, alla, allayo. Rahmat, yashang. Mazza qildim ijroyingizdan. Ovozingizga yana bir bor tasannolar, ofarinlar deyman. Aziz obunachilar, bu audio intervyu loyihasi edi. Dasturimizni yakunlash fursati ham yetdi. Nigina opa, iloji bo'lsa Muxtar Trend kanaliga tilaklaringizni va albatta nima deydi, shirin izhorlaringizni bildirsangizda dasturimizga yakun yasasak. Albatta bu dasturga avvalambor taklif etganingiz uchun tashakkur aytaman va bu ijod kanallariga omad tilayman, yuksalsin ilohim. Obunachilar bundan-da ko'p bo'lib, ijodinglar bundan-da gullab yashnasin. Va barcha tinglagan aziz muxlislarimizga ham o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Vaqtlarini ayamasdan shunchalik bizni muxlislarimiz bo'lib, biz uchun e'tibor berib, shunchalik tinglaganingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda diydor ko'rishlik nasib qilsin. Rahmat Nigina opa, qimmatli vaqtingizga rozi bo'lasiz. Azizlar, bu audio intervyu loyihasi edi. Telegram hamda YouTube ijtimoiy tarmoqlarida o'z faoliyatini olib borayotgan Muxtar Trend kanali bugungi audio intervyu loyihasining navbatdagi sonini yakunlaydi. Dastur taqdimoti bilan men Gulzoda Saydullayeva bo'ldim. Har doim o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Sizga atalgan surprizlarim bisyor. Bizga fikr mulohazalaringizni kommentariy orqali qoldirishingiz mumkin va do'stlaringizni ham kanalimizga obuna bo'lishni taklif qilsangiz bo'ladi. Azizlar, hozircha o'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.